Bir so'm pulsiz mana shu qo'limda turgan akkumulyatorli elektropilani sizga tekinga berib yuboraman. Faqatgina hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qoldiradigan bo'lsangiz, mana shu qo'limdagi turgan Makita firmasiga tegishli elektropilani ikkitadan batareykalari, zaryadnilari va keyslari bilan birgalikda 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Faqatgina aytib o'tganimdek videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videoga like bosing va kommentariyaga kirib omad deb yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizda hozirgi paytda juda ham katta aksiya ketmoqda. Ko'rib turgan motobloglaringiz uchun aksiya narxlarda hozirgi paytda universalniy pluglar va undan tashqari shiroki balonli variantlaridan salarkali motobloglarimiz yetib kelgan. Bu motobloglarimizdan kelib xarid qilib olganingizdan keyin do'kon ichidagi omadli barabanimizni aylantirib motoblog sotib olganingiz uchun mana shunday instrumentlarni bonusiga tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shu instrumentlarda yana ham to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'taman. Hozirgi paytda xo'jalikka ishlatish uchun, tirikchilik qilish uchun, yerlarda plugda haydashlik uchun salarkali motoblog so'ragan akalarimiz uchun Salarishning 7 ot kuchli 173 motorli 7 ot kuchli motobloglarimiz yetib kelgan. Bu motobloglarimizni holsizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari va komplektli agregatlarini ham to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. Ko'pchilik motoblogga qiziqadigan akalarimiz oddiy benzinli motoblog emas, Salarishning motobloglaringdan ham komplekt holatda chiqargan degan akalarimizga agroservis do'konlarimizga aytib o'tganimdek, yangi partiyada 450 talik katta korobkali 7 ot kuchli motobloglarimiz yetib kelgan. Endilikda bu motobloglarimizni aytib o'tganimdek, yoqilg'i turi Salarishning va farsunkalari apparatlari tomonlama eng sifatli original modellardan qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimizning ma'lumotlari yurgizish joylari zavodni orqali yarimta tortmada yuradi akalar. Motoblogimiz yoqilg'i turi Salarka bo'lganligi uchun sohatiga juda ham ekonomishni ishlaydigan qilib, farsunkasi apparatlari tomonlama eng sifatli ekonomishni variantlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Sohatiga yarim litr Salarka rasxod qiladi. Motoblogimiz motorlari 173 motor bo'lishiga qaramay, e'tibor beringlar, reduktor tomoniga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. Reduktorlari baquvvatligini hisobiga bemalol mana shunday shiroki balonlarni ham qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Unda shirokiligiga o'zlaringiz bitta baho berib berasizlar akalar. Mana shu turdagi universalniy pluglar tortish uchun ham bemalol shiroki balonlarni qo'yib ham boshqarishlaringiz mumkin. Xo'p, motoblogimizda reduktorlari katta 450 talik deyishimizga sabab, reduktorlari usulinni qilib tayyorlatib olib kelganmiz. Bu reduktorimizni ichki tomon o'qlari va undan tashqari bloklarini qalin bloklardan qo'ydirib olib kelganmiz. Ichki tomon o'qlari ham 32 lik katta o'qlardan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizda oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skorisi bor. Motoblog uchun komplekt holatda mana shunday frezalar va undan tashqari pluglar va shiroki balonlarni qo'ygan paytingiz reduktor baquvvat bo'lmaydigan bo'lsa, sizga hech qanchaga yetib bormasdan reduktordan ish ko'rsatadi akalar. Shuning uchun mana shu turdagi agregatlarda boshqarishda, yuklarda toshishlik uchun eng katta 450 talik katta korobkali variantlarni olishlaringizni tavsiya beramiz. Agarda o'zingizga 100 ga 2 sotik, 5 sotik, 10 sotikgacha bo'ladigan bo'lsa, xohlaganlar uchun 250 talik va 350 talik korobkali variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda o'zini komplektlariga frezalari, dokumenti, kulichlari va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Mana shunday usulinli variantlariga. Motoblogimizda hozirgi paytda narx-navolari eng arzon 250 talik korobkali variantlarini narxini 4 million 800 ming so'mdan boshlab, mana shunday 450 talik katta korobkali variantlarigacha 6 million 300 ming so'mgacha baho aytyapmiz. Aytib o'tilgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Va undan tashqari mana shu turdagi shiroki balonlardan qo'ydirib olaman degan akalarimiz uchun o'zini zavodskiy balonlari mana shunday 400 ga 10 balonli varianti hisoblanadi.
Motoblogimizga hozir o'zgartirish kiritib, mana shunday shiroki balonlardan qo'yib qo'yganmiz akalar. Bu shiroki balonlardan hozirgi paytda raznisalarni kelishamiz, o'zini balonni qoldiradigan bo'lsangiz, mana shu shiroki balondan qo'yib beradigan bo'lsak, 300 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha balonni o'zgaradigan bo'lsa, raznisa qilishi mumkin. Kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Agarda mana shunday shiroki balon bo'lsa, shiroki balon, узкий balon deydigan bo'lsangiz, узкий o'zini zavodskiy balonlarni ham qo'yib bera olamiz. Xo'p, motoblogimizga orqasida turgan ulangan pluglarimiz esa hozirgi paytda ham plug sifatida o'ngga, chapga ligirovka qilib foydalanishlaringiz mumkin va undan tashqari lapkalarni ko'tarib tushirish uchun ligirovka qilib foydalanishlaringiz mumkin. Va undan tashqari balonni iziga ham olib bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bu agregatimizning hozirgi paytda narxlari 600 ming so'mdan boshlab 1 million 200 ming so'mgacha mana shu turdagi universalni pluglarimizdan bor. Kelib bemalol bizning do'konlarimizdan tanlab o'zingizga yoqqanini xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda aytib o'tganimda komplekt holatida sizga tushadigan narxlari 6,5 million so'mdan boshlab 8 million so'mgacha komplekt holatda motoblok sotib olishlaringiz mumkin. Va undan tashqari aytib o'tganimda motoblokda sifatiga qarab narxlari o'zgaradi. 250 talik, 350 talik korobkali variantlari kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Motobloklarimizni aytib o'tilayotgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib beramiz akalar. Hozirgi paytda motoblok olganingiz uchun qaysi bir motoblokdan olishingizdan qat'iy nazar 7-6 kishilik, 9, 13, 15 xohlagan motobloklardan birini xarid qilib olganingiz uchun videoni boshida aytib o'tganimdek va'da mana shunday akkumulyatorli elektropilalar va shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlar bizni do'konimiz ichida omadli baramanimizda joylashtirib qo'yilgan. Kelib motoblok sotib olganingizdan keyin do'kon ichidagi omadli baramanimizni sizga bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Bu baramanni aylantirganingizda nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar tashqarida ko'rgan elektropilalaringiz, shurpayor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlardan birini siz motoblok sotib olganingiz uchun tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Faqatgina videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videoga like tugmasini bosib, kommentariyaga omad yozib qoldirib qo'ying. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro Servis do'koni akalar. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, mana shu turdagi Solaris'ni motoblok qidirib yurgan akalarimiz bemalol kelib, bizning do'konlarimizdan arzon narxlarda eng baquvvat variantlarni sotib olishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.